Xo'p, hormaylar. Qani, ishlar hammasi yaxshi ketyaptimi? Bo'p qoldinglarmi? Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Hammasi yaxshi ketyapti, faqat armatura hali ham kelmadi. Armatura kelmaydi ham, tushundingmi? Armaturani o'rniga mana ol. Ana shuni ishlatasanlar. Tushundingmi? O'rtoq boshliq, bu bo'lmaydi-yu bu. Bo'lmasa bo'ldi. Men senga nimaga pul to'layapman? Aytib qo'yay. Agar og'zingdan gullasang, oyligingni bir so'mini ham ola olmaysan. Boshqalarni ham og'zini mahkam qil. Tushundingmi? Tushundim, o'rtoq boshliq, tushundim. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida maktabda qurilayotgan qo'shimcha binoda xuddi mana shunga o'xshash voqealar sodir bo'ldi. Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan O'rta Chirchiq tumanida qurilayotgan ijtimoiy va fuqarolik obyektlarida navbatdagi monitoring tadbiri o'tkazildi. Monitoring davomida 60-sonli umumta'lim maktabining qo'shimcha binosida olib borilayotgan qurilish ishlari batafsil o'rganildi. O'rganishlar jarayonida devorlarni tiklashda g'isht qatorlari orasida armatura setkalaridan foydalanilmayotganligi, shuningdek, ayrim qurilish ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlariga to'liq mos ravishda bajarilmayotganligi aniqlandi. Mutaxassislar tomonidan mazkur holatlar kelgusida bino mustahkamligi va ekspluatatsiya xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlandi. Shuningdek, O'rta Chirchiq tumanida qurilayotgan yotoqxona binosida o'tkazilgan monitoring davomida yanada jiddiy kamchiliklar qayd etildi. Xususan, loyiha hujjatlariga ko'ra obyekt uchun poydevor qurilishi belgilangan bo'lishiga qaramasdan, quruvchi tomonidan fundament ishlari bajarilmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri beton qoplama ishlari olib borishga urinish holati aniqlandi. Qurilishning belgilangan texnologik ketma-ketligi va loyiha talablariga mutlaqo zid ekanligi qayd etildi. Kamchilik yuzasidan yozma ko'rsatmalar berildi. Buzdirish ishlari joyida amalga oshirildi. Ushbu nazorat tadbirlari doimiy ravishda olib borilmoqda. Shuningdek, loyiha va qurilish me'yorlariga zid ravishda bajarilgan ishlarni zudlik bilan bartaraf etish, kamchiliklarni belgilangan tartibda qayta tiklash hamda qurilish jarayonlarini tasdiqlangan loyiha asosida davom ettirish talabi qo'yildi. Barcha jarayonlar inspeksiya mutaxassislari nazorati ostida olib borildi.